Toshkent shahrida kelajak atom energetikasi mutaxassislarini tayyorlashga qaratilgan muhim ta'lim loyihasi O'zbekiston atom sanoati yosh avlodi maktabi tashkil etildi. Mazkur tashabbus yoshlarda ilm-fanga qiziqishni oshirish, ularni zamonaviy texnologiyalar bilan yaqindan tanishtirish va erta kasb tanlashga yo'naltirishga xizmat qilmoqda. Loyiha Milliy tadqiqot yadro universitetining Toshkent filialida o'tkazilmoqda. Qishki maktab bir hafta davomida tashkil etilib, unda o'quvchilar uchun yadro fizikasi asoslari, atom energetikasi va zamonaviy texnologiyalarga oid nazariy va amaliy mashg'ulotlar yo'lga qo'yilgan. Darslar bilan bir qatorda ishtirokchilar laboratoriya ishlari, master-klasslar va ilmiy seminarlarda faol ishtirok etmoqda. Yangi loyihani ishga tushirdik. Bu qishki maktab loyihasi respublikamizning eng yaxshi bolalarni saralab olib, demak universitetimizda ilm-fan yo'nalishida, muhandislik fanlari yo'nalishida, atom energetikasi va texnologiyalari sohasida bilimlarni berish asosiy maqsad qilingan. Undan tashqari, umuman olganda yoshlarda ilm-fanga qiziqish, ilmiy tadqiqotlar o'tkazishga qiziqish va bu yo'nalishda ishlash bu bir zamonaviy bir anaqaligini yo'nalishligini ko'rsatish va muhandislik sohalarida bir yuqori malakali mutaxassis bo'lish bu keyinchalik katta loyihalarga demak eshik ochishni hammasini ko'rsatib berishdan iborat hisoblanadi. Endi bu loyiha bizda bir martalik aksiya sifatida emas, balki doimiy ravishda amalga oshirish reja qilganmiz. 2026-yilda 4 marotaba shunday maktablarni o'tkazishni reja qilganmiz. Mana bu birinchisi qishki maktab. Undan tashqari demak iyun oyida 2 marta demak yozgi maktabni xuddi shunday 10-11 sinf o'quvchilariga va demak yilning oxirida dekabr oylarida reja qilganmiz yana bir marta qishki maktabni o'tkazishni. Muhandislik fizikasi olimpiadasini o'tkazishni rejalashtirganmiz. Ushbu olimpiadada olgan ballarini bizning kirish imtihonida demak foydalanishlari mumkin. E'tiborlisi, mazkur loyihada ishtirok etish uchun respublika bo'ylab 600 nafardan ortiq qatnashchi o'quvchilar orasidan eng munosib 42 nafar 10-11 sinf o'quvchilari tanlab olingan. Ishtirokchilar yosh toifasi 16-17 yoshni tashkil etib, ayni paytda maktab o'quvchilari ta'tilda bo'lgani sababli ushbu qishki maktab aynan shu davrda tashkil etilgani o'quvchilarning bilim olishi uchun yanada qulay imkoniyat yaratmoqda. Toshkent viloyatidan bu yerga keldim. Ixtisoslashtirilgan maktabda o'qiyman. Bu yerga kelishim oson bo'lmadi, lekin men buni uddaladim. Ancha odamlar saralashidan o'tdik. 650 ta boladan 42 ta bola saralab olindi va bunda har xil hujjatlar, har xil suhbatlardan o'tdik, motivatsion xatlar yozdik va o'zimda bor sertifikatlarimni taqdim etdim. Ular buni ko'rib chiqqan holatda to'g'ri kelgan kandidatni tanlashdi. Kelajakda bu yerdan ko'proq ma'lumot olib, fizika va matematika, rus tilidan ko'proq ma'lumot yig'ib, kelajakda atom injeneriyasida ishlamoqchiman. Har xil yutuqlarga erishib patentlar qilmoqchiman. Chunki bu soha hozirda rivojlanib kelayotgan sohalardan biridir va men o'zimni bu sohada ko'ryapman. Dastur doirasida o'quvchilar yadro reaksiyasi tuzilishi bilan tanishib, o'z mini loyihalarini ishlab chiqishmoqda. Shuningdek, fizika, matematika va rus tili fanlari bo'yicha xalqaro olimpiada ham o'tkazilishi rejalashtirilgan. Loyiha davomida ishtirokchilarga muhandislik fikrlash, jamoada ishlash va tadqiqot qilish ko'nikmalari rivojlantirilmoqda. Mutasaddilar fikriga ko'ra, mazkur qishki maktab kelgusida atom energetikasi sohasi uchun malakali kadrlarni tayyorlashda muhim bosqich bo'lib xizmat qiladi. Muqaddamxon Salimov va Aziz Raimboyev, Poytaxt.